O'zbekistonda 2026-yilda 1 millionta norasmiy ish o'rni rasmiy sektorga o'tkaziladi. Bu prezidentning 5-fevral kuni qabul qilingan qarorida belgilangan. Yil yakuniga qadar har bir vazirlik va idoraga hududlar kesimida aniq vazifalar yuklatilgan. Xususan, Soliq qo'mitasi 460 ming, Bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi 125 ming, Qurilish vazirligi ham 125 ming ish o'rnini legallashtirishi lozim. Qishloq xo'jaligi vazirligi 105 ming, Ijtimoiy himoya agentligi 100 ming nafar ishchini rasmiylashtiradi. Yangi tartibga ko'ra hokim yordamchilari aniqlagan norasmiy bandlik holatlari bo'yicha ish beruvchilarga elektron ogohlantirish yuboriladi. Agar qonun buzilish 3 ish kuni ichida bartaraf etilmasa, tekshiruv o'tkaziladi. Shu bilan birga, agar ish beruvchi 1 oy ichida xodim bilan mehnat shartnomasini rasmiylashtirib, ish haqini to'liq to'lasa, u ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi. 2026-yil 1-martdan boshlab esa norasmiy bandlik va eng kam ish haqidan past maosh to'lash tadbirkorlarning barqarorlik reytingini pasaytiruvchi omil bo'ladi. Bugungi kunda mamlakatda band aholining qariyb 39% norasmiy sektorda ishlamoqda. Eng ko'p norasmiy bandlik qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish va qurilish sohalariga to'g'ri keladi. Mazkur chora-tadbirlar mehnat munosabatlarini qonuniylashtirish va xodimlar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan.